Bu telefonni ko'rganimda birinchi o'ylagan narsam bunaqasi hali bo'lmagan. Atigi 5.9 mm qalinlikda. Endi savol tug'iladi. Bu shunchaki dizaynmi, shunchaki chiroylilikmi yoki bu smartfon haqiqatan ham sifatlimi? Aynan bugun mana shu savolga birgalikda javob topamiz. Demak, Alo kanalimizning eng ashaddiy muxlislari, eng ashaddiy kuzatuvchilari, eng ashaddiy mijozlari aynan hook qismidanoq o'zi nima demoqchi bo'lganini bilishdi. Demak, bugun sizlarning e'tiboringizga korobkasini o'zi tanishib olsa kerak. Tecnodan Spark Slim smartfonni bugun sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. O'zi bu smartfon shunchaki o'sha 5.9 mm lik yupqaligi va chiroyli dizayni sababli faqat shunchaki chiroylimi yoki mustahkam va sifatlimi? Aynan mana shu savollarga birgalikda javob topamiz. Demak, kontentimizni cho'zib o'tirgan holatda siz hoziroq kontentni ko'rishdan oldin bizni qo'llab-quvvatlash uchun shunchaki kanalimizga podpiska bosing va izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring yoki-da like tugmasini albatta bosib qo'yishdan chiqmasin. Demak, biz smartfonni birgalikda unboxing qilishni boshlaymiz. Mana bu nima? Endi birinchi marta ko'ryapman, aynan Tecno smartfonlarida bo'rttirilgan, ya'ni biroz mana qo'l yurgizdirganda bilinadi. Spark Slim deb nomlangan mana shunday premium ko'rinishdagi o'zini korobkasidan eshitib mana shunaqa narsasi chiqayapti. Demak, buni ochamiz hozir. Ochganimizda nima chiqadi deb o'ylaysizlar? Men buni ochib hayron qoldim, ishoninglar. Demak, sanaymiz birgalikda. Oxirida sanaymiz unda. Aynan mana shu ishlar nima chiqqanini ochib sanaymiz, nechta narsa chiqqanini. Demak, bizda birinchi o'rinda nima bu? Plastmassaga o'xshash o'zini mana shunaqa chexoli. Boshqacha. Demak, 1 va yo'riqnomalar, buni sanab o'tamiz. Mayli, 2 va bizda yana qanaqadir yo'riqnoma, bu 3 va 12+1 oylik taloni, garantiya taloni 4 va bu o'zini eng zo'ri, men oldin smartfonlarda ko'rmaganman, o'zini ekrani uchun maxsus mana bunaqa stiklo ham chiqargan va aynan stikloni joylashish uchun yo'riqnoma va ichida o'zini maxsus anjomlari, ya'ni mana bu stikloni joylashish uchun. Demak, bu yoqda 1 2 3 4 5 6 yana mana bunday yo'riqnoma 7 ta bo'ldi. Aynan mana bu narsani o'zida 7 ta narsa chiqyapti. Endi tasavvur qiling, yana nima bor ichida. Va bizda smartfon o'zi, hozir buni ko'rsatib o'taman, hozircha qiziqib turinglar qanaqa ekan deb. Va bizda Tecno o'zini 45 wattlik supercharger bormi-ki? Aksessoriy charger, okey. Tecnodan 45 wattlik mana shunaqa original adapteri va bundan tashqari o'zini o'sha zaryadnik kabeli Type-C ekan. Va sim karta slotini ochish uchun maxsus igna va mana shular. Demak, korobka komplektimizning ichidan sim karta uchun igna 1 2 va bizda 3, aynan mana bu adapter bilan 3. Buni sanamaymiz. Va bu yoqda 4 5 6 7 8 9 10 ta narsa. Общий 10 ta va smartfonimiz asosiy mahsulot bo'lgani uchun buni 11 sifatida sanab o'tamiz. Korobka komplektidan mana shular va hozir sizlar bilan smartfonni ochib sizlarga dizaynni ko'rsataman. Demak, ochamiz smartfonni va mana o'sha kutilgan smartfon mana e'tiboringiz markazida. Aynan Tecnodan Spark Slim smartfoni premium ko'rinishiga 5.9 mm qalinlikka ega bo'lgan smartfon. Zo'r. Demak, bu smartfon bilan tanishishni birinchi o'rinda displeyi va ekranidan boshlaymiz. Eng katta o'sha ahamiyat beradigan tomoni bu bizning smartfonimizning dizayni. Demak, smartfonimiz atiga aytayotganimdek yana qaytaraman, 5.9 mm qalinlikda shunchalik yupqaki, qo'lda ushlagan odam o'zi aynan bu smartfonni ushlaganingizdan keyin boshqa smartfonni ushlaydigan bo'lsangiz, bu qanaqa og'irlikda, bu qanaqa do'mboq, ya'ni bu qanaqa semiz, qalin smartfon deb aytasiz. Qo'lda ushlab ko'rsangiz, haqiqiy vibe-ni shunchaki sezasiz. Agar istasangiz, eng yaqin do'konimizga tashrif buyurib, hozirroq smartfonni obzorini tugatgunimga qadar borib shuni o'shlab ko'rsangiz bo'ladi. Gapimiz pota. Orqa qismida esa mood light bor. Bu faqat bezak emas, baldiroq shomalar uchun ham ishlaydi. Aynan orqa qismida mana bu kamera qismini o'rtog'ida chirog'i bor, mood light, ya'ni
mana shu Moodlight funksiyasi orqali bu bildirishnomalarni ko'rsatib beradi. Masalan, ba'zi smartfonlarda, aytaylik Apple, iPhone smartfonlarida SMS kelgan taqdirda bildirishnoma kelganda orqa spichkasi, ya'ni chiroq o'chib yoqiladigan bo'lsa, bunda esa bunda ham biroz tarzda mana shu dumaloq bo'lib, ko'z shakliga o'xshab turib, aynan mana shu chiroqlari yonib beradi sizga. Dizayni bo'yicha hozircha mana shu va bizda ekrani 6.78 tiyumli AMOLED ekran bilan jihozlangan va smartfonimiz 144 Hz yangilanish tezligiga ega. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik silliq ishlayapti. Va o'rtacha oddiy foydalanuvchilar uchun bu smartfon hech qachon qotib qolmaydi, ya'ni bemalol xizmatingizni qilib bera oladi. Va demak bunda biror bir biz hozir kontentni ochib ko'ramiz, o'zimiz kontentlarni ovozi turgan smartfon va albatta bugun chiqargan kontentimiz asosan hamyonbop va sifatli smartfon qidirayotganlar. Mana demak sizga kontentni shunaqangi darajada sifatli yetkazib beryapti. Ranglari ham, demak o'zini ovoz chiqishi ham sifati ham yaxshi va buni hozir biroz xira bo'lgan taqdirda 360 megapikselda turibdi. Internet sifati oshirilganda buni demak 4K formatgacha YouTube'dagi kontentlarni chiqarib, mana tiniq tarzda ko'rishingiz mumkin. Bu ham albatta a'loning bir YouTube'dagi kontentlardan biri. Ana shunaqa gaplarimiz davom etadi. Va o'sha ba'zi bir ko'proq, ya'ni bizni kuzatuvchilarimizni, ya'ni aynan mana shu obzorimizni ko'rayotganlarni ikki qismga bo'lib olishimiz mumkin. Gaming uchun telefon oladiganlar va oddiy kundalik foydalanish uchun telefon oladiganlar. Aynan bu smartfon gaming uchunmi? Mana shuni hozir ko'ramiz birgalikda. Demak, smartfonimizning xotirasini ko'ramiz. Nastroykaga kirib olamiz va qurilma haqida bosganimizda bizda RAM xotirasi 8+5 GB RAM joyi bor ekan. Ichida o'rnatilgan 8 GB RAM unumdorlikni oshirish uchun ichki xotira ROMdan qo'shimcha virtual RAM sifatida qo'shiladi. Ya'ni smartfonimiz juda ham zo'r, 8 GB RAM bilan jihozlangan va sun'iy ravishda o'sha ichida o'rnatilgan ROM orqali uni virtual RAMga, ya'ni 5 GB qo'shib turib, shunda siz buni 8 ga 5 13 GB RAM sifatida ishlatishingiz mumkin. Va yana bir narsa aytib o'tish kerak, bemalol buni kundalik foydalanuvchilar uchun juda ham yaxshi va gaming uchun o'sha ikki qismga bo'lib olganimizda gaming uchun telefon oladiganlar uchun ham bu smartfon mos, lekin bu smartfon ko'proq gaming uchun emas, style va vibe va ko'chada olib yurish uchun, ya'ni kundalik ishlarga, o'rtacha ishlar uchun bu smartfon ya'ni moslangan. Lekin o'sha o'yin o'ynagan taqdiringizda ham yoki ilovalardan foydalangan taqdiringizda ham bu smartfon qotishlar kuzatilmaydi. Sababi 8+5 GB RAM va ROM xotirasi mavjud. Va o'sha hamma so'raydi, batareyasi qancha? Ushbu smartfonimiz ingichka, lekin ishonasizmi? 5160 milliamper batareya quvvatiga ega. O'zi yupqa bo'lishiga qaramasdan, batareyasi ham 5160 milliamper. Qarang. Va buna bashar 45 vatlik tezkor zaryadlash ham bor. Ya'ni kuni bo'yi ishlatasiz smartfonni, kechga borganda biroz zaryadga qo'yasiz, yana olasiz, kuni bo'yi ishlatasiz, yana zaryadga qo'yasiz. Ana shunaqa. Ya'ni bemalol bir kunga va oddiy foydalanuvchilar uchun esa bir kundan 2-3 kungacha bemalol bu smartfonning zaryadi sizga xizmat ko'rsatadi va yetib bera oladi. Batareya jihatda mana shular. Va bizda o'sha kamerasini so'rayotganlar uchun story oladiganlar Instagramga salom, привет, всем привет. Yoki-da video oladiganlar bor, qanaqadir content makerlar bor oramizda, aynan ular uchun hozir eng qiziq qismi, ya'ni kamerasi. Demak, smartfonimizning kamerasi necha megapiksel? Hozir ko'ramiz. Demak, smartfonimizning kamerasini ochdim. Smartfonimizning kamerasi bizda sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlayotgan bitta katta plyusi AI kamera bilan jihozlangan 50 megapikselda ishlaydi kameramiz va bundan tashqari video qismi 1080 piksel qo'llab-quvvatlaydi. Wow, 2K ham bor ekan. 2K 35, 1080 piksel 35, 1080 piksel 60 bor ekan. Wow, mana qarang. Bitta video olaylik-da. Ishlashni qarang buni FPS-ni. Chotki silliq. Apple smartfonlaridan biroz ortda, lekin biroz yaqin unga, ko'ryapsizmi? Biroz qaltirashlari bor, lekin umumiy olganda smartfonimiz 1080 piksel videoda 30 fps va 60 fps va bundan tashqari 2K ga 30 fps ni qo'llab-quvvatlaydi. Va sizlar bilan birgalikda hozir AI kamera orqali bitta foto surat oldim va buni sizlarga taqdim etaman. Hozir tiniqlashyapti va smartfonimiz mana kamerasi, ya'ni olgan suratni tiniqlashga yaqinlashtirganimizda bizda zoom juda ham yaxshi ishlayapti. Demak, kameramizni zoomini tekshiramiz.
AI kameramiz bizda 15x gacha yaqinlashadi. Videoda esa, tak hozir videomizda esa bu yaqinlik 10x gacha, ya'ni fotosurat olganingizda AI funksiyasi orqali kamerasi 15x gacha qo'llab-quvvatlaydi yaqinlikni. Oddiy holatda esa, ya'ni video holatda esa bu 10x ni qo'llab-quvvatlaydi. Aynan siz bloger bo'ladigan bo'lsangiz yoki content maker bo'lsangiz, Instagram va mana shunday YouTube ga content qiladigan bo'lsangiz, aynan bu smartfon sizga mos aytib olamiz. Vibe beradi, cho'tki ishlangan dizayni va kamera sifati ham juda ham yaxshi. Xo'p do'stlar, ya'ni biz qisqacha ma'lumotlarni, o'zim to'plagan ma'lumotlarni aytib o'tdim. Qo'ldan kelgancha yana bir savolinglar bo'lsa yozib qoldirishinglar mumkin. Albatta yozishdan oldin like bosing, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xulosa qilib aytganda, Tecnodan Spark Slim yangi smartfoni, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dizayni bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Nomer 1. Cho'tki ishlangan va batareya jihatdan 5160 mAh. Bemalol bir necha kunga yetib beradi. Xotirasi ham yaxshi, lekin gaming monster emas. Lekin ana shunaqa PUBG o'ynaganlar bor yoki boshqa ular uchun bu smartfon mos, lekin tavsiya qilinmaydi. Ya'ni biroz qotishlar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu smartfon chiroyli dizayn xohlaganlar uchun va ko'chada smartfonini ko'rsatib, "Wow, qara dizayni zo'r, iPhone Air ga o'xshagan telefon ishlataman" deb maqtanadiganlar uchun. Endi maqtanadigan emas, qisqa qilib aytganda dizayni bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas. Agar sizga chiroyli, yupqa, zamonaviy telefon kerak bo'lgan bo'lsa, aynan Tecnodan Spark Slim siz uchun mos. Va bir narsa aytib o'tishim kerak. Aynan bu smartfonni qayerdan topishimiz mumkin deydigan bo'lsangiz, aynan AO do'konidan topishingiz mumkin. O'zingizga eng yaqin bo'lgan AO do'kon topish uchun esa shunchaki Yandexga kiring va AO deb ikkita O bilan qidiring va o'zingizga eng yaqin bo'lgan AO do'kon toping. Agar uni topa olmasangiz, hoziroq 78 122 0810 raqamiga AO'ning yagona aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, mutaxassis qizlarimizdan narxi, ma'lumotni olishingiz mumkin. Yoki alo.saytiga kirish orqali aynan smartfoningiz onlayn buyurtma berishingiz va buni ma'lumotlari bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Va yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Aynan bizni qo'llab-quvvatlash uchun bizni Instagram profilimizga, mana bu yerdagi Telegram profilimizga va aynan siz hozir videoni ko'rayotgan YouTube platformasidagi Alo kanaliga albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Albatta bu bizni qo'llab-quvvatlaydi va sizga bundan ko'proq va sifatli bo'lgan eng tezkor yangiliklarni, eng tezkor obzorlarni, eng tezkor bo'lgan o'sha yangi chiqqan gadjetlarni sizlarga tanishtirib o'tishda biz to'xtamaymiz. Asosiysi qo'llab-quvvatlang. Hozir like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying, kommentariylarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizda hozircha shular, kelgusi kontentlarni ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bu edi Aluz. Kelgusi kontentlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.